Assalamu alaikum. Bu topdagi qarindoshlar hammanglarga salom. Bu Makka muxbir. Buni Ahmad Xitoyim deb qo'ydi, Ahmad Qutqutun deb qo'ydi, Ahmad Maynatmi deymiz. Har xil har yangi ism bor. Ba'zi qarindoshlarimiz ham yeshin hurmat qilib qo'y, Ahmadka deb qo'ydi. Haramda turganligini hurmat qilib qo'y, Hojimka deb qo'ydi. Biz Uyg'urlar shunday bir cho'nglarni hurmatlaydigan bir esil fazilatga ega millat. Ammo bu odamda hurmatlash tegishi yo'q. Bu Uyg'ur millat emas qarindoshlar. Bizning Qashqa, Xotan, G'o'lji, Turpan, Qumul taraflarda sizlar ko'rgansizlar. Tigi-tigidan qapqar Xitoy ammo shu vatanga chiqqan bir 10-20 yil bo'lgan kichigrak chiqib qolgan Xitoylar bor. Uyg'urcha til yeziqni sizlar bilan bizni dong qoldirgudek yozdi, so'zlaydi. Bu odam dal shu odamlarning tipi. Bu bir. Ikkinchidan bu odam mushu Xitoy aqtashlik kitobida nim deyotgan bo'lsa, Uyg'urlarga shuni tashviq qilyotdi. Bu odam umrda bir ko'k bayroqni yeniga, bir siyosiy namoyish maydoniga kelib baqqan inson emas. Buni isbotlaydigan hech qanday isboti yo'q. Ikkinchidan o'zining bizning vatan tug'ilganligini, o'zining Uyg'urligini isbotlaydigan hech qanday ikkinchi bir guvoch inson yo'q aramizda. Üçüncüden bu adam vatandan ayrılığılı 30-40 yıl bo'ldi deydi. Hozirgacha bir yerda ishlagan va turmush qamdash kapaltiga sabab ko'rsatiladigan biror ish harakati yo'q. Buningga turmush kapalti bo'lgan iqtisod nerdan kelyapti? Buni o'ylanglar qarindoshlar. Bu odamninki qilib yurgan başdan axır sözləvatqan işləri vətənin tuprağını dəfsənlik qilish, üçkü parçalash, Uyg'urlarni dəfsənlik qilish, g'ururni o'ttirish, ya'ni azaldan Uyg'ur degan millat bo'lib boqmagan, Uyg'ur degan atalg'u yaqindan paydo bo'lgan, Shimol vatanning shimoli qozoq, u bularniki janubiy Taklimakan qumliq atrofi aşağıda Uyg'urlar o'ltiraqlashgan deyishlari hamda Uyg'urlarniki sakillariga asosliq hujum qilayotganligi bu Xitoyning aqtashlik kitobida va Xitoyning hozir tutayotgan yo'linishi bilan o'xshash qarindoshlar. Buningki İslamnınki mərkəzi bo'lgan Saudiya Arabistonida turishimi Xitoyning planliq strategiyasi. Chunki Xitoy shu oldin ola bugun kunlikda islom dinini, islom musulmonlarini mushinchilik oyoq osti qildigan va irqiy qirg'inchilik qilgan plan xil burunlam tuzilgan bo'lg'ashqa bu odamni planliq holda Saudiya Arabistonga o'rlashtirgan deb qarayman. Chunki Saudiya Arabiston islomning bo'shiga bo'lg'ashqa u yerda mushnaq bir odamlarni ko'z quloq o'rlashtirish orqali Saudiya Arabistondagi musulmonlarniki Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi qanday bo'lyapti, xalq orasidagi fikrlar qanday bo'lyapti, davlatning ichidagi fikrlar va ko'z qarashlar qanday bo'lyapti, ham Saudiya Arabistondagi Uyg'urlarniki Xitoyga qarshi siyosiy vaziyati qayerdan qayergacha hamda Saudiya Arabiston islomning beshigi bo'lg'ashqa shu vatandan haji qilg'ili Saudiya Arabistonga chiqqan Uyg'urlar ayada Uyg'ur to'g'riliq Uyg'urninki xorlanayotgan va shu islomninki dafsanda qilinayotganligini tashviq qilinib qolsa, islom ellarining qo'zg'alib ketishining oldini olish uchun u yerda strategik muhim vazifa yutayotgan odam deb qarayman qarindoshlar. Şuna biz kallımızın silkib etib, gözümüzün içib etib, o adamni qaytadan bir Uyg'urning ko'zayni bilan qarab baqayli.
Bu adam aşağı deydi o. Anın gözüne gülenmez, manın gözüne gülenmez, Uygur'un gözüyle qarab baq dep. Şuna biz Uygur'un gözü bilen, Uygur'un ahli bilen, Uygur'un vicdanı bilen qarsak, bu adamның qabatqan sözü, ep berip atqan siyasi faaliyetleri, zərbe berip atqan nişani qatti Uygur'ga xas emas. Qatti Uygur'ga xas emas. Şu vatanның tuzunu yegen, suyunu içken, utudu köygen, suydu aqqan her qandaq bir insan bundaq vatanni haqoratlaşga, millatni bundaq depsenni qilishga, millatning sakillerini undaq depsenni qilishga tili bormaydi. Demek yig'ib aytganda bu insan biz millatdan emas. Şuna buni tutdan qo'g'lab chiqarib, kuygan yerda chamma kesa qilib urib o'tiritish kerak bundaq odamni.